Quyosh tushib kuydirib yuboryapti-yu. SPF sursam, quyosh kuydirmasa kerak. Voy. Oynani nima qilib tashlading? Quyosh kuydirib yubordi, o'shanga SPF surib tashladim. Menimcha Shuradarga ham 7 marta tushdim shekilli. Mayli nicho, erim to'lab borar. Menimcha yana shtraf keldi-yu xotinimdan. Mana yana shtraf kelibdi. Men nima qilay yoki? Shuncha o'chirdim. Pul to'lang. Xo'p, qattasan tez yetib kelgan oldimga. Qalay, yoqyaptimi? Yuragim, что это такое? Har bitta shtraf kelganda xuddi shunaqa men ham yuragim og'riydi. Mana. Я не могу на это смотреть. Shunaqa bo'ladi, shtraf kelsa. Buni yo'li bor-ku, ozon рассрочкаdan boshlang'ich to'lovsiz mashina hamma jarimalarni o'chirtirsa bo'ladi-ku. Balki tonirovka ruxsatnomani ham qildirsa bo'lar. Tonirovka ruxsatnomani ham ozon рассрочкаdan boshlang'ich to'lovsiz qildirsangiz bo'ladi. Instagramdan podpiska tashlasangiz ham skidka qilib berishadi. Mashina yo'q senga, shuncha narsani bilar ekansan, aytmading. Xotininglar mana shunaqa narsasini sindirib tashlaylar, asl haqiqatda gapirishadi. Videoga like bosib qo'yinglar.